mijozlar, Savdonka sizlarga yangi kredit mahsulotimizni tavsiya qilamiz. Mahalla loyihasi krediti. Kreditimizning shart va qoidalari. Qarz oluvchi o'zini o'zi band qilgan shaxslar 18 yoshdan katta va 60 yoshdan oshmagan O'zbekiston Respublikasi fuqarosiga, yuridik shaxs va yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan tadbirkorlik subyektlariga beriladi. Kreditning maqsadi qonunchilikda belgilangan taqiqlanmagan tadbirkorlikning istalgan yo'nalishi bo'yicha kredit ajratiladi. Kreditning summasi miqdori 50 million so'mgacha. Kreditning muddati 36 oygacha, imkon davrimiz 6 oygacha imkon davri asosida beriladi. Bank o'z mablag'lari hisobidan ajratiladi. Milliy valyuta so'm hisobida. Yillik kredit foizlari 27%. Tadbirkorlikni rivojlantirishning kompaniyasi mahsulot yetishtirish uchun kredit foizi stavkasining 4%gacha, mahsulotlarni qayta ishlash uchun aylanma mablag'ning shakllantirish, bino va inshootlarni xarid qilish, qurilish va ta'mirlash va rekonstruksiya qilish, asbob-uskunalar, maxsus texnikalar va ularning ehtiyoj qismlariga xarid qilish uchun